Ha, kelin poshsha? Oyijon. Nonushta qani? Qachon bu nonushtani biz o'z vaqtida qilamiz? Qachon qarama dars, kitob. Yo unisini qiling, yo bunisini qiling, xo'pmi? Qachon qarasam shu kitoblaringiz yoyilgan, o'zingiz uxlab qolgan bo'lasiz. Yo mazza qilib uxlang, yo kitob o'qing. Oyijon. Nima, o'qimasangiz biror yeringiz kamayib qoladimi? Men ham qizimni-chi, o'qitganim yo'q. Shunda uzatib bordim. Baxtli yashayapti, Xudoga shukr. Oyijon, mana yozam kelib qoldi. Bir haftadan keyin ta'tilga chiqamiz. Keyingi yil o'qishim ham kam bo'ladi, deyarli bo'lmaydi. Ko'ramiz. Ungacha sabrim yetarmikin? Lekin men sizga kecha nonushtaga somsa tayyorlang degandim, adashmasam. Uxlab qoldingiz. Uni ham qila olmadingiz. Shunaqami? Kechasi tugab, muzlatgichga solib qo'yganman. Hozir bir pasda tayyorlayman, oyijon. Har tugul shunga ulguribsiz-ey. Bo'ling tez. Tirja yurmasdan.